Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabetihi ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve cealna minel raşidin. Amin. Amma ba'du faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala قال والمنافع تعلم بذكر المدة كسكن الدور. Biz o'tgangi darsda ijaraning barliq ulamalar ittifoq kelgan bir sharti ijarada oladigan manfaat va shaqqi ya kira aniq ma'lum bo'lishi lozim deb ikki narsaninki aniq bo'lishini shart qilgan. Ana shu manfaatninki ma'lum va aniq bo'lishi qanday vujudga chiqadi desak, buni aniq bilishning yo'llarini bayon qilyapti hozir. Manfaat, ijaradan oladigan manfaat, foydalanish tu'lamu bi zikril mudda. Buning bir necha yo'li bor, lekin bir yo'li muddatni aniq belgilash bilan ma'lum bo'ladi. Kasukna duri, uy, quru joylarda ijara to'xtami qilgan bo'lsa, manch kun o'ltirman, bir oy o'ltirman deb bir muddat bekitish bilan manfaat ma'lum bo'ladi. Ve zer'al aradin muddeten ma'lumatan. Aradindan maksat terilg'izimlar. Terilg'izimlarni ma'lum muddat terivilish uchun vaqt bekitsa aniqlab ketadi. Li'annal muddata idza ulimat tasirul manafi'u ma'lumatan. Chunki muddat aniq bo'lsa, oldigan manfaatmo aniq bo'lib ketadi. Ulamalar aş manfaat muddatni belgilasak aniq bo'lmaydigan ahvollarda cho'qim muddatni belgilash lozim deb ittifoq qilindi. Lekin ijara muddatininki eng yuqori cheki bormi yo'qmi? Jumhur ulamalar cheki yo'q deb qaraydi. Bir chek bekitsa, muddat bekitsa, bu muddat cho'qim aniq bo'lishi lozim. Bu jumhur ulamalarniki muddat yuqori bo'lib ketsa-mu cheki yo'q. 30 yillik 40 yillik ijara guvohi bo'ldi. Cheki yo'q degan. Ay muddatning qancha uzun bo'lsa cheki yo'q demak. Lekin uni bekitish lozim. Yuqori cheki yo'q degan emas, oyda eng yuqori chek belgilasa, ma'nodan eshib ketsa bo'lmaydi degan cheki yo'q demak. Shafiy mazhabda bir qarashda 1 yildan ortiq ijara guvohi bo'lmaydi. 2 yil desa yo'q, 10 yil desa yo'q. Yilda bir yangilaysa. Yani bir qarashda 30 yildan eshib ketmasligi lozim. Bir qarashda 30 yildan eshib ketsa bo'lmaydi. Nima uchun 30 yil degan bir insonning yarim umrida bir alınışıp turish lozim. Hanifi mazhabda faqatlam vaqtlarni ijaraga bergan chaqda 3 yildan ortiq to'xtamasi bo'lmaydi deb qarab. Nima uchun vaqtini 20 yil, 30 yil deb to'xtamlashgan taqdirda 20-30 yil bir aile bunu işletip kirib kelsa, keyin bir o'zgarishlar oldu, bir ishlar bo'lib, bir avlod almashgandan keyin kishilarning nazardimi va shu ijaraga oluvchining nazarida bizning zimin bu deb ego bo'lgan ish bo'lib qoldi deb vaqtini qo'g'dash uchun 3 yildan ijaraga bersa, uni da ashur etmaysa degan. Bu Hanifi mazhabdagi mashayixlarimizningki şu zamanning o'zgarishiga qarab, kishilarning nacharlashib ketganligiga qarab, vaqtini qo'g'dash uchun bekitib qo'ygan chek. Av bittasmiyati yoki oldigan manfaatninki aniq bo'lishi, aniq atash bilan bo'ladi. Ikkinchi bir yo'li. To'xtamni qilgan chaqda ma ishni qilish uchun deb aniq atsa ma'lum bo'ldi. Kasabg'i thawbi, masalan, maraqni bo'yab birlar, manchpulga desa bo'yab birish degan manfaat bo'ldi. Va xiyatatihi yoki makinani tikib birsiz dedi. Va ijaratid dabbati bir uloqni yo bir mashinani ijaraga olgan bo'lsa, palaniyaga olib qo'ysiz yoki malni to'shib birsiz degandek. Li hamli shay'in ma'lum bir narsani ya inson yoki bir mol mulkni o'tkazish uchun avval yarkabaha masafatan ma'luma yoki shu uloqni yo mashinani ma'lum masofaga minib berish uchun deb to'xtamda aniq desa ma'lum bo'lib ketadi. Li'annahu idza bayyana lawna as-sabghi va qadrahu. Chunki u bo'yoqning rangini yoki bo'yash rangini desak bo'ldi. Lawna as-sabghi yoki lawna as-sabghi manda bo'yab birsiz desa
ve kadrahu ve miktarını. Miktarı deganimiz boyaq meselesinde miktar deganimiz qazonga bir qatim salasiz ya ikki qatim salasiz degan. Qazonga bir qatim salash, ikki qatim salash ya onun boshqa shunda nimalar. Qadrahu degan shu. Albatta qadrahu desak masalan mancha yog'liqni boyab birisiz deganga o'xshaydi. Miyada demakchi o'g'ini buni qazonga necha qatim salasiz, ikki qatim salsa obdan bo'ldi. Qiniq bo'lgan gap. Ve cinsel hiyatati ve tikishning jinsi. Tikish jinsi degan buni mesela kostyum tikamdoq yoki Stalin po'sin tikamdoq degandek bunda bir po'sinlarim. Ve qadral mahmuli bir narsani yutkash uchun kiral to'xtam qilgan bo'lsa, nima yutkash va uning miqdorini bayon qilish lozim. Qadral mahmuli ve jinsahu. Cinsahu yani mesela buğday yoki to'mit asak degandek. Vel masafata ve orliqni tasirul manafi'u ma'luma. Mushu ishlarni aniq bayon qilib olsa, ijara to'xtamidan oldigan manfaatmi ma'lum bo'lib ketadi. Shuning bilan bu to'xtam sahih bo'ladi. Aw bil ishara, uchinchi yo'li ijarada olgan manfaatni bilishning uchinchi yo'li ishorat bilanmi belgili bo'ladi. Kahamla hada ta'am bir tağa aşlıqni ishorat qilib turib, mushu aşlıqni uyga olib birla desa, ishorat bilanmi aniq bo'ldi. Li'annahu idza arafa ma yahmiluhu, chunki u hammal bo'lsin yoki ulug'iga atib olib qo'yilgan harukash bo'lib qolsin, bu nimani ko'tarib oldirganligini aniq bilsa, li'annahu yani al-ajir إذا عرف ما يحمله والموضع الذي يحمله إليه ناقة بردغلقنا نقولسه تصير المنفعة معلومة. وإن استأجر دارا أو حانوتا بالقرون يا بردكان إجارة آسا فله أن يسكنها ويسكنها من شاء. Uyda ya kuruda özü ya ki başka kişiler ne turgusu mu buldu? Özü tude. Kim dadis kepti, aks kepti, onun turgusu buldu. Çünkü bu öy insan için tayarlangan, insanın olturuş için hazırlangan boğaçqa. İnsan ottasa bundan alaydı bir ziyan zahmet kemmeydiğen boğan iken bu adam əmtahun samtahunga ötkelse ya ki 5 kişilik oturduğu 2 kişi icarga algan bolsa yani 4 kişi olap işkelen qatılgan bolsa öyge ziyan zahmet yetmeydi. Ve ya'mala fiha ma sha. Aş uyda, dükanda nima ish qilsa bo'lardi. Men vada'al mata'i narsa keraklarni qo'yib qo'yamdi. Sumka, chamdonlarni qo'yamdi. Burunqa o'yliq o'ylarda sumka, chamdonlarni qo'yib, ularni bog'lab qo'yash. Hozirgi zamonda mashinani to'xtatib qo'yash chigachirib va g'ayri. Yoki masalan o'tay yardiga shu o'tay yasi bo'ldi edi. Buruna shu o'tanni yerib qoladigan ishlar yoki kirqatlarni yuvib yayisi bo'ladi. Uy ijaraga bergan kishi mush ishlar qilinayotgan davrda hamma kishilar shu uyda o'tirgan kishilar shuni qildigan bir ish bo'lib qolsa, maoshni qilmaysa deb cheklab qo'yish to'g'ri bo'lmaydi. Ammo bu nimaga munosabatlik? Hanifi mazhabda ashu uy yoki do'konga yak uloqqa ziyon yetadigan ish bo'lsa, buni bir tarafga ayiramiz, ziyon yetmaydigan deb bir tarafga ayiramiz. Hozir bu inson o'tirgan uyda, o'sha uyda masalan 4 odam o'tirdi ya 6 odam o'tirsin bo'ldi desak, ikkala ijaraga olib, keyin ikkalani o'tirsimi, mayli. Ham ta'xuni ijaraga olib, ham ta'xuni o'tirsin mayli. Ziyon yetmaydi chunki inson o'tirsa ziyon yetmaydigan ahvol bo'lg'achqadi. Agar ziyon yetadigan ishni qilib qolsa, shu chaqdan to'xtam deymiz. Binoyini ijaraga olib, buningda to'qimchilik zavoddan birini qurdi, taqqan butun binodagilar bayram bo'ldigan. Yoki to'michilik do'konini bino ochdi. Yoki oshxonasi hozir istaqildi yoki o't ketish ehtimolida hozir bo'lmaydi. Yani ziyon yetmaydigan, odatda qilinib kelayotgan ishni qilsa mayli. Ammo odatdan sirtlar bilan ziyon qilgan bo'lsa, shu chaqda cheklandi. Hozir bu odamning o'tirishi bo'yiga nisbatan ziyon zahmat qilgan narsa bo'lmagan ekan, kim o'tasi bo'lardi deydi. Va illam yusammi zalik. Buni to'xtamda aniq demisi mor edi. Aniq deb qo'ymasin mayli. Kim o'tasi bo'ldi jumamisa deb bunda demisi bo'lardi. Kim o'tasi bo'lardi.
لأن المقصود المتعارف من الدور والحوانيت ذلك. Çünkü öy ve kurucay ve dükkanlardan kılınan maksat şu. Ya öyde adam oturdu ya dükkanda iş okat kılıp ticaret kıldan gel. Ve menafi'us sukna gayr mutefavitetin fi zalika. Aile kuruda öyde insanların turuşu ve paydanışı çok farklılık işemez. Ama takın otasını şu yetip kopup tertilip ne kılıdı? Sen takın otasını yetip kopup tertilip. Ama farklılık karşı o çağda yaktayılgan taraflı çıkıdı. Yani adette bunu kanda işletiş, kayıs işlerde yaktayılgan, kayıs işlerde makuldayılgan ayırış örüp belgileydim şunu. Eğer öy ilgisi senden başkadan ottamaydı öyle sen yalnız ottursa dep şartleşken bolsa yani bir mezhepte bu şart inavetsiz lekin toxtam sahih bolardı deydi. Bunda bolgandikan özü ottasın ya ki özülen birle yana oğlu kelsin ya anısı kelsin birle ottası bolardı. Senin bir mezhepine karşı. Lekin Maliki ve Hanbali mezhebinde şart hesap el-Müslümun ala şurutihim. Şafii mezhebinde şart mı fasit, akd mı fasit. Lekin hazır Mısır'da kılınıp kelgen toxtamla öye gitse şuna şart kılışım. Ma öyde 5 adamdan artık ottağı uzmaysa deydi. Yani bu hilafi mesele. Qala illa al-qisarata ev al-hidadata ev al-tahna. Yuqırqı öyne adam oturaş kılıp kim ottası buldu degenden ve dükkanda nimiş kıysı buldu degenden tüvendeki işlerini istisna kılıtımız. Dükkanla icari gelip onun da muş işlerini kıyısın bulmaydı. El-Kısara bu rahni, kiyim-kechekni aqat işten ibaret. Çılan daraqının yağaçları olan doğaçını ma'lum bir xil yağaç bilan urdigan kaltiki var, şununla urib, yumuştup boyalgan rahni aq rangga o'zgartirgan ishlar bo'lib ketgan burun. Keyingi vaqtlarda do'rilan ranglar o'zgartirgan ishlar bo'lgan. Masalan, margan sutni juyamdi, bir narsa juysa, qizil bo'ygan narsa oppoq bo'lib ketdi. Qisara degan shu onda. Kiyimni ashuni aqat uchun kiyimga tam urish lazım. Takıldıtılan gel. Qo'shnilar bir aram bulash kelib chiqadi. Ham binoni qurilishni ziyon zahmatga uchratishi mumkin. Gum qilaversa. Avval hidada mana to'mirchilik mu shu istiqoq qilib o'tishi bir tarafdan desak, yana bir tarafdan gum urdigan gel. Av tahna yoki tugman ishlarga ishlatib qo'ysin bo'lmaydi. Ha şartlası oldu. Mesela bir dükkanına burun da tümüçülük kılıvatkan dükkan, ya boyakçılık kılıvatkan, ya ki tügmen şekli işletvatkan ürün ne? Şu maksatta icari gelip değişik kısı bulardı razı olsa. Lekin adetki bir dükkan ne? Mesela yemek içmek satıvatkan bir dükkan, kiyim kechek satıvatkan bir dükkanına icari geldi. İcari yapan dükkanlar tümüçülük kılıman dese de ya bombayda da duralım. لأنها توهن البناء. Çünkü o binanı aciz tutudu. Ve fihi dararun. Başka ziyarlı mı var? İstikaklı ötüşü mümkün. فَلَا يَقْتَدِيهِ الْعَقْدُ إِلَّا بِالتَّسْمِيَ. Şuna o tohtam onu tekazza kılmaydı. Yani tohtam maskenmaydı. Fakat lan ismini enik atap kalsa tohtamlaşkan çağda ben müjdükanını icari gelip tümüçülük kılmakçı, tümüçülük dükkan açıma deyip enik dese karşı taraf razı olsa buludu. وإن كانت الدار ضيقة ليس له أن يربط الدابة فيها لعدم العادة. Qurununki hoylise nayt tar bulab qalsa, bunun da at ulağını ekilib bağlısı olmaydı. Çünkü unda adet yok. Yani hoylarım keng olsa atlarını ekirip qo'yishi mumkin, lekin tar olsa ekirmaydi. Bunun da şu örf adet qurilishga, şu uyga ziyon yetish ve başkanını bir aram kılış aşınıga qaraymiz. Mesela birisi iş baksa qo'shnilar bir aram bo'lib ketishi mumkin. To'qi bir narsa baksa hamman mehnat qilishi mumkin. Yana bir narsa baksa furt o'tishi mumkin. Qo'shnilar aziyat tortadigan bunda ahvol bo'lib qolishi mumkin. Hatta bo'ytaqli o'tasa Misrdimi ba'zi ijaraga bermaydi. Çünkü şu binada
o'tirayotgan oilalarning xotin balchaqlari, qizlari tushib chiqishda bearam bo'ladi deb bo'ytaq o'si bermayman. Oilalik o'si ijara berman. قال وإن استأجر أرضا للزراعة بين ما يزرع فيها terilg'i zaminni ijaraga olib qolsa, uningda nima teriydiganligini aniq bayon qilib qo'yish lozim. Endi terilg'i zaminni yoki oq zaminni ijaraga berish joiz. Terishga bo'lsin yoki bir bino nima qilishga bo'lsin yoki boshqa bir ish qilishga bo'lsin joiz. Endi ziroatga terishga berishmi jumhurning qarashida joiz. Yani bir mazhabda terilg'i zaminni ijaraga berish joiz bo'lg'achqa, terilg'i zaminni ijaraga bergan vaqtida uningda nima teriydiganligini aniq deb qo'yish lozim. Yoki mana desimi bo'ladi. Ala an yazra'aha ma sha'a. Xalqinimni terima, nima terisam terima deb qo'yish lozim deydi. Nima uchun? Lianna manafi'az ziraati muxtalifatun. Chunki ziraatning foydalari turli. Ba'zi tiz usul beradi. Bazı uzundurak usul verishi mumkin. Tiz pishirig'i va uzun vaqtda pishirganlari bor. Va kazalika tadarrurul ard. Terilg'i zaminning ojizlab ketishimi bor dedi. Ziyon o'chirishi deganimiz zamin ojizlab ketadi. Ba'zi narsani terisa, oqog'ini 2 qatim terisa zamin ojizlab ketadi. 3-chi qatimda undan boshqa bir narsa terib zaminni sal kuchlantiradigan, aram oldiradigan ish bor. وكذلك تضرر الأرض بالزراعة مختلف. زمنن زيان uçurishimi o'xshash bo'lmaydi. باختلاف المزروعات terilg'iningga o'xshash bo'lmaslik taraf. فيفضي إلى المنازعة. Natijada bu talash-tashvish qilib bordi. فإذا بين ما يزرعه terilgan ziraatni aniq bayon qilib qo'ysa, أو قال على أن يزرع ما شاء ياكي خالقنا من تريما aniq deb qo'ysa, انقطعت المنازعة. Talash-tashvish bu yerda yo'qolib ketdi. Endi ashunda degan taqdirda falon narsani termoqchi desa, yoki bug'doy terima, yo qo'noq termoqchi, yoki chilan terima, yoki choy terima deb qolsa, yo kevaz teriman dedi. Desa, ashuningga rioya qilib so'zda turish lozim. Bug'doy teriman deb ijaraga olgan bo'lsa, bug'doy terishi lozim. Undan keyin bug'doy teriman deb olib, keyin kevaz terib qolsa bo'lmaydi. Agar ayında terib qolsa, zaminga yetgan ziyonni to'laydi deymiz. Endi o ziyonni aynan mo'lcherlab, ahlul xibra, manchilik ziyon o'chiriladi desa, shuni to'lash lozim. Agar aniq deb qo'ymizcha, nima teriydiganligini aniq demasa, ya'ni bu mazhabda ijara fasida, majhul, yuaddi ila al-niza' dediqo, ijara fasida bo'lib ketadi. Wa hakaza rukubud dabbati va lubsu thawbi. Mushunga o'xshash at, uloq, mashinani minish va raxlarni, kiyim-kechaklarni kiyishmi o'xshash. Ya'ni atni ya mashinani mindigan kishini deb qo'yish lozim. Kiyimni to'ykonlikka ijaraga berdiganlar, kiyimni ijaraga beribdi. Buni kim kiydi? To'yildigan qiz kiyamdi yoki qo'ldishimi aniq deb qo'yish lozim. Hozir mesela aeroplan bildi desek, aeroplan bildi hozir muayyan qilib qo'ydiga, falana axunni ismini yozibdi, keyin uni pistana axuni ishiltanmaydi. Shunga o'xshash. Ilgirki vaqtlarda bu bir atqa yo qichiga bir adam minib boshqa bir ishga bir oldiga bo'lgan ekan, bu odamning favqulodda semizadan bo'lsa, u qichini yo atni charchitishi mumkin. Halsizlantiradigan taraf bo'lg'achqa buni deb qo'yish lozim degan. Endi hozir unda bo'lmasimi aeroplanlarda shunda bilet olgan chaqda ismini yozib qo'ydi. Ya'ni yubayyin va hakada degani mush ahvolda yubayyin ar-rakiba val labisa demakchi. Yoki yuqorida degandek xalqan odamdan ikkina o'tag'izma kim chiqsa ish qilib ishga chiqadi. Yoki xalq odam kiydi buni deb aniq deb qo'yish lozim. Qarshi taraf ma'qul kelsa bo'ldi. Va kullu ma yaxtalifu bi ixtilafil musta'mili. İşletkichininki o'xshash bo'lmasligiga qarab, foydalanish va ziyonga uchratish o'xshash bo'lmaydigan ahvol bo'lib qolsa, ashunda deb qo'yish lozim. Katta masalan, mashina ijaraga bergan ahvolda hozir masalan, kinishkisi yo'q odamga ijaraga berish, kinishkisi bor odamga ijaraga berish farqlidir. Kinishkisi yo'q odam balkimda cho'ng ehtimol gum qilib bir joyga ustitishi yo bir odamni bostirib qo'yishi mumkin. Şunun qarab kim haydaydi bu mashinani deb onda ijaraga berish mumkin.
لأن الناس يختلفون في الركوب واللبس. Çünkü insanlar at ulağını minişte ve kiyim kiyişte okşaş bulmaydı. Bazı kişiler maşinna silik aydap, asrap, manda ediş mümkün. Bazılar katanlığı silip, üstürüp manda ediş mümkün. Ya ki su kuyulğa vakti su kuymay, kızdırtıp maşinni. Motorunu köydürüp kılış mümkün. La biz kiyim kiygeldi mi? Kiyimni kiygende asrap kiyishi mumkin yoki asramay yirtitilgan, mehnat qilinadigan ishlar bo'lishi mumkin. Fayufdi ilal munaza. Natijada bu talash tortishga elib bordi. Ammo uy ijaraga bergan chog'cho al manafi' la tatafawat. Bir uyda bu odam tursin, u odam tursin. Lekin oyunda tafavutlar ba'zi turli kishilar tursa, chataq chiqargan bo'lib qolsa, u chog'da ba'zi tursa bo'ladi, ba'zi tursa bo'lmaydi deyish mumkin. Bundan keyin biz tafavut nimasiga qarab turib andan muktimas. Ziyon urish darajasiga yetib qolgan bo'lsa, buni aniq deb qo'yish lozim. Ziyon etmaydigan, farqlanmaydigan bo'lib qolsa, mayli deymiz. Yani maaşlarda farqlangan bo'lg'achqa buni bekitib qo'yish lozim dedik. فإذا عين أو أطلق فلا منازع. Eğer bekitib qo'ysa, falanaxun minido, falanaxun kiydi buni desa, chataq yo'q, shu odam kiydi, shart bo'yicha ish qildi. Yoki atlaq, xalq odam birisi kiydi, xalq odam maydaydi bu mashinani desa, mayli, bitishib qo'ygan ekan. Talash-tarish kelib chiqmaydi. Agar otni mindigan odamni bekitib qo'yib, keyin boshqa odam minib qolsa, ziyon zahmatga uchrab qolsa, ziyon zahmat miqdorini to'laydi. Yoki kiyimni shunda, kiyimni kiysa buzilgan odamni almashtirib qo'ysa, buzvatsa mutaaddi o'g'achqa to'laydi. İlla annahu idza labisa aw rakiba wahidun ta'ayyana. Aşında bekitmege ahvalda biz bu aqdini mümkün kadar tasih qilib ma'amiz dedik-ku. Birisi minidu demay, to'xtamlashib bilan keyin amitaxun minibdi ashini. Minganiga bo'ldi, ashiniga ijaraga olgandeklan bo'ldi. Keyin g'acha amitaxunni tushirib, samitaxun minsa bo'lmaydi. Ash amitaxunga deyishib ijaraga olgandeklan bo'ldi, to'g'ri bo'ldi deb ketib to'xtaydi. Ama kim bireyle almış kalsa bulmaydı. Feleyse lehu en yurkiba ev yulbisa gayrahu. Onu ikinci bir şahsı keydüsü bulmaydı. Kema iza ayyenehu fil ibtida. Xuddi baştan tartib belgilayotgandeklar. Muşu ahvolda qiyosda qanday ijara fasida bo'lishi lozimdi. Lekin ana bu mazhab ulamolari biz mishadagi mushtoqtamga fasidlikni kitabul buyodimi bayon qildik-ku. Agar 10 shig'il bo'lsa, 10 shaplam tuz tutmamiz. Mishalga majhullik yo'qolib ketgan bo'lsa, yo'qotib bo'lsa, ijara to'g'ri to'xtamga aylanadigan bo'lsa, qila olamiz deb istihson qilib, birisi haydasa mashinani, ya shu ko'ngildan birisi kelsa, ash keymakchi bo'lgan kishi mush ekan deb bilan muayyanlashtirib, to'xtamni qilgan chaqda fil ibtida muayyan qilib qo'ygandek bilan qaraymiz. Ya'ni keyin tayin qilishni to'xtamning boshida so'zlashgan chaqda muayyanlashtirganga o'xshash deb qarab, bu yerda majhullikni izola qilayotgandan keyin to'g'ri relis tushdi deymiz, so'ngra bu to'g'ri to'xtam bo'lib ketdi demoqchi ekan. Biz ja'alna ta'yina fil intiha kat-ta'yin fil ibtida. Bunda qilsak, qalani minudu demaylam, ijara oldik mashinani. Olgandan keyin topshirib olgancha biraydan o'tiriblar minib mangsa, mush kishi mindiganga muayyanlashdi deyitib, boshdan tortib biz mindigan odamni muayyanlashtirayotgandeklam qilib o'tamiz. Buningda to'xtamning fasidligi yo'qolib ketadi. Biz ay fasid narsani shunda yo'qotsak, to'xtam to'g'ri bo'lgan bo'lsa, kitabul buyotda shunda dedik. Ashuna yo'qotib bilan tuzitmamiz degan. O'shunda bu ana bu mazhab ashunda tuzitimiz demoqchi. Wa yadkhulu fi ijarati ad-dur wal aradina at-tariq wash-shirb. Qurujoy va terilg'i zaminlarni ijaraga bergan ahvolda shu zamindan foydalanish uchun mangadigan yo'l, ko'cha va suv ichish haqqimi tava bo'lib kirib ketadi. Shirb, suv nasibasi degan. Masalan, bir zamin bor, 5 mo ya bor. Boshqalarning zamini bor, lekin mushu o'stan ya eriqdan biz haftada bir kun suv ichadigan bo'lsak, mushu 5 mo zaminga ay 5 mo zaminni sotib olsak, haftada bir kun suv ichishga shuni tava keladi. Buni sotib olgandan keyin shu pashinga biz suv ichadigan bo'lsak, shu kun suv boshlay olamiz.
Şu zaminni setib olgandan sudan foydalanish haqqimizmi billa keladi deydi. Çünkü o susuz o zamindan foydalanmaydi. Annal maqsuda al manfaatu ve la manfaata dunahuma. Uningsiz o zamin ve uylardan foydalanılı bo'lmaydi. Aşı yol bilan ko'cha va suv nisibisi tava bo'lib ketadi dedi. Buni ayrim tilga ilib yurmasimi tava bo'lib ketadi. Aşı zaminning sodisini qiysa, to'xtamda tilganmisimi suv shaqqi bilan o'tib ketadi. Aşı ko'chada, aşı zaminga aşı oil qo'rg'i minish uchun ko'chadan o'tib borgan bo'lsa, shu ko'chada minish haqqimi bilan tava bo'lib ketadi. To'xtamda tilganmagan bo'lsa-mi çünkü onunsiz o zimin ve kurudun faydalanmaydı. Qala ve izâ ista'cara ardan lil binâi vel gars. Yani bir ziminne quruq zimin deymiz. Ardan yani haliyen demekçi. Quruq ziminne bina seleş yoki ko'chat tikish uchun ijara olgan bo'lsa, yuqorida aq ziminne ziraatga ijaraga bo'ldi dedik, shunami? Endi ma'noda aq ziminni bino silish ya bog' ahyo qilishga ijaraga bo'ldi. Masalan 30 yil 40 yil ijaraga bo'ldi deb cheki yo'q dedik-ku. Hozir 30 yil ijaraga olibdi. Mumkin 10 qilib binodan birini silib 30 yil ishlatib keyin zimin bilan tashlab birimiz sana deb biz bo'ldi. Yoki uning qator bir narsa tutisi bo'ldi. Fanqadatul muddatu. Tutishgan muddat tugab ketdi. Manchillik degan bo'lsa, bu muddat tugadi. Yajibu alayhi taslimuha farigatan kama qabadaha. Aşı aqyani qanday olgan bo'lsa, shu peti quruq holatda topshirib berishi kerak bo'ldi. Albatta, ziminning egisi mayli binoni chaqmayimda qo'yib qo'ygan, foydalanma desa mayli. Lekin yaqinman aq topshirib bergan, aq topshirib olmasa, binoni chaqib, tuzlab, buning qadar qilib birdan gap. Liyetemakkena malika min al-intifa'i biha. İgisimi ondan faydalanish uchun o'xshash aynan holatda topshirib berdi. Fayaqlaul bina. Shundan sağlam binani chaqadi. Wal gars dal-daraxtlarni qumurutdi. Li'annahu la nihayata lahuma. Çünkü uzun muddat turgan narsa bo'lgan ekan, bikaq bo'lsa 5 yil turamdi, 10 yil turamdi, igisi foydalanmay saqlab ketadi. Yani bunu qumurab chaqib etgandan keyin ziminga azroq daxli tutdi. Masalan, bir binoni sağlam bo'lsa ziminga keyin chiqib etdi. Chaqqandan keyin bu ziminning tigi biroz qalaymigan bo'ladi. Ko'chatni qumuritib, nima qilsa, u yerning ba'zi yerlari bo'shab qolishi mumkin. Bu shunda bir nuqson yetib qolsa, uning qarshiligida pul binasi to'lamaydi, zimin egisi kerak. Ma kitobda demadiligim magatna. Zimin anda azroq buzilib ketib qolsa, o'sha binoni chaqma, dal-daraxtni qumurolay deb qumurash, chiqish natijasida uning qarshiligida ziminning egisiga bir narsa to'lamaydi. Ama chiqimlar shu ijaraga olgan bo'ladi. Albatta. Var-ratbatu kash-shajari. Ratba deganimiz o'rab to'sayni unib turadigan o'simliklar. Masalan, bizning yo'lda bida desak, qumush desak, bir o'raymiz, yana chiqadi, yana o'raymiz-ku. Lekin qish kelsa, qurib kelsa, to'nlab kelsa, to'xtaydi. Lekin yoz vaqtlarda qumushlarmi shunday bo'lishi mumkin. Shu turlik narsalar demakchi, ratba davomli yeshil turadigan, qayta ursa uriladigan, bida, qumush, kuda, shunday narsalar. Buni va Qur'on tilida qadab deydi. Va aynaba va qadba va hadaiqa gulba. Yani qadab degan bir qatim kesib, yana o'tsa, yana kesib, o'rab turgan narsa. Bu narsalar nimaga o'xshash? Dal-daraxtlarga o'xshash. Ziraatga o'xshash emas, lekin dal-daraxtlarga o'xshash. Li tuli baqaihi fil ard. Chunki bu zaminda dal-daraxtda uzun muddat qoladi. Bizning vujudda masalan 1 yil qilishi mumkin. Qish kelib qolsa, tugaydigan bo'lmasa 7-8 oy davomlashi mumkin. Lekin Misrda bir necha yil davomlashi mumkin. Orada otomatikten bunu qumurab tutib, yetkisin qumurab amanligini topshirib berdilar. Qumur o'tish lozim. Bunda o'rab turgan narsalarni qumur o'tib, zaminni bekalab berdi. Amma zar'u falahu nihayatun ma'luma. Ama ziraat desak, bu ziraatga biz burunmi tilg'ilib o'tdik. Uning vaqtini qisqa bo'lg'achqa 2 oy turib pishib olsin va bug'doy desak, 2 oyning ijara haqqini to'lasa,
zimin egisi razı olsa bo'ldi. Ash pulni olib saqlab tursa bo'ldi. Lekin bu dal-daraxtlar bu necha yil davom etadigan narsa bo'lg'achqa buni darhol qumrab bu ishni bo'g'misi bo'lmaydi. Fayutraku bi ajril misl. Undan keyin ziraat olib qolsa ajril misl bilan 2-3 oygacha pishvasida qo'yib qo'ydik. Riayatan lil janibayn. Ikki tarafning manfaatini qo'llash uchun deydi. Zimin egasining manfaatini qanday qo'ldik? Ajril misl berish orqali. Ziraatning egasining manfaatini qanday qo'ldik? Pishvagacha ashada turg'izish orqali. فإن كانت الأرض تنقص بالقلع أم الزمن أشون قمراش أرقلق بنانا تشقش ودرختنا قمرتش أرقلق إغر تلافت كشريدغان بوسا يضمن له الآجر قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه الآجر المؤجر صاحب الأرض يضمن له يغرم له بعض نسخة وننغا إجارة أغوچه پول تليدو Nimin to'laydi qiymata zalika maqlu'an va yatamallakuhu. Yani yadmanu lahul ajru, yani zimin egisi kimga pul to'laydi? Dal-daraxtning egisiga, binoning egisiga pul to'laydi. Qancha to'laydi? Qiymata zalik. O'sha qumurib o'tgan narsaning qimmatini. Qanday holatdagi qimmati? Maqlu'an, qumuralgan holatda. Qumuralgan holati necha pullikda? Biz ikki xil qarashlardik. Qumralgan holatini baholaymiz dedi bir qarashda ay daraxt tikilgan holatda oyinda to'g'izib bog'laymiz ekan. Bu yerda maqluan degan ash qarashni tilga oldi. Diqqat qilib turinglar. Va tamallakuhu ijara oluvchininki binosi yoki dal-daraxtlarni zimin egasi uning pulisini berib, qanday holatda baholab turib pulisini berdi? Qumralgan holatda. Bunday qumralgan holatda bir terak desak, terakni qo'madik. Ha, bu qumralgan terak, hozir bir xavldigan terak bo'lishi mumkin. Ya jag'ildigan terak bo'lishi mumkin. Hul holat bo'lganmi? Ayda bog'laymiz. Nech pullik narsasi mancha pullik. Ayda qumralgan faraz qilib turib, baholab, shuning pulisini berdi. Albatta u daraxt nimada qoladi? Tikilgan holatda qoladi. Ha, bino desakmi, binoning yog'och tashlarini hisoblaymiz. Buni yog'och tashlari bor. Hozir endi ganjang va kazalar bo'lishi mumkin. Zimin egisi ashunga ega bo'lib ketadi. Chunki buni hozir qumur etsa, xalqlarda ig'ir ziyon bo'lishi mumkin zimin egisiga. Qumamay turib, sonda taraz bo'yichilar. Qumamay turib, lekin qumulgan holatda baholab beramiz. Bunun farqi qumuralgan holatda bu jag'ilga masalan 5 ko'y oldima. Endi bir zimin bor. Jag'ilga yog'ochdan bitsa tik bunda turayotgan. Bunun bazı belgelashda biz ikki xil ziminni baholab turib farqini chiqaramiz dedik-ku. Birisida bu daraxt yo'q. Oq zimin, endigi ziminda o'sha jag'ildigan daraxtdan bitsa bor holatda ikkisini nima qilsak, bu bir degan misol 500 olamdi, 1000 olamdi, farqli. Maziminni 150 ming ko'y olgan bo'lsa, ma'ni 140 ming ko'y olgan bo'lsa, tikillik madaraxtninki qimmati 10 ming ko'ygan deymiz. Lekin yotqiziqli holatda 5 ming ko'y bo'lishi mumkin. Ha, yotqiziqli holatda bunisini qayt tikib, jag'ildiganda xaldigan qilolmaylar uni. Bo'ldi ketdi, shunama buning yiltizini kesib, nima qildi-ku? Ya, erda kesib tutdim. Endi ziminniki daraxtni qo'yib qo'ysalar xavlamaydi. Aqyaldan daraxtlar shorat. Hozir qimmatini baholaymiz. Qimmatini qanday holat tug'izib baholaymiz? Daraxt shu ziminga tikilgan holatda bunday hisoblamaymiz deydi. Ma'lum mazhabda ish qil qarashyapti. Birisi tikilgan holatda hisoblaymiz degan qarash bor. Imom Abu Yusuf Navodir rivoyat qildi-ku. Yana bir qarash, ya'ni bir mazhabdan qarshi maqlu'at. Qo'miralgan holatda, kesilgan holatda. Kesilgan holatda bo'lsa 500 ko'y chiqsa, tikilgan holatda 700 ko'y chiqishi mumkin. Farqi bor. Bu farq bo'lmasa, bu baka maqlu'a qoima demaydi uni. Ajirlikni ijaraga berishmi, ijaraga oluvchi. Zimin egasi muajjir. Ha, yagramu buning fa'ili muajjir. Lahu degandagi damir al-mustajir. Yani sahib az-zar', sahib al-ghars wal bina degan. O'ziga ziyon odamning xususiyatlari, uning ziminga nuqsonlar yetib olib ziminni qanday holatda topshirib olgan? Quruq tuz holatda topshirib olgan. Ana shunda topshirib berish lozim. Endi bu unda topshirib bermay,
Cık ağarsızlık kelip çıkıdan halet tapşırıp bergen eken, onun karşılık pulunu to'laydi. Mesela, yoğun bir daraxtningki kötük kaldı. Sizin her yerden kesip hep ketdim ha. Ziminde bunun kötükü var. Bunun kötükünü çıkarış için iş küşeden bunda biraz saat işlese uyap bunu. Ondan çıkarıp onu tındırıp bunu ağırçılık ediyor. Mesela ayında ziyan zahmet ağır bulup gidiğim olsa ayında hesaplayıp pulurupla görüştürmemiz deydi. Yani alim kişiler oluyor ya. Doğutanızı düşünmemiz lazım. Sizler ağzımını tapşırıp Allah. Kuruluş selep, daraxt tiklama. 20 yıldan keyin bana tapşırıp bulgan çağda onu 500 tüp daraxt, 3 qavat bina bazında. Aslında quruq tapşırıp baz, burunqidek tapşırıp bazını tapşırıp bulmamış tügetdi. Lekin binani chiqib yoki daraxtni kesib ham olib ketsalar, burunqi holatida bo'lmaydi. Men uni jildini kovlab, uni quruqdab, ganjig'ini, ya'ni tikkinib qilayotganini qo'mirishni şey pulgidi, jiq og'irchilik qildi. Men foydalanish uchun ashunda ishni qilib bo'lsam, zaminni tozlasam, ondan foydalana olayman. Buni menga ig'ir ziyon yetdimi? Aytganki, buni qanday hal qilamiz? Dal daraxtlar sizda qolsin. Menga pishki pul bersam, qachon ketasiz, ma'qul. Buni qanday hisoblaymiz? Daraxtni qo'miralgan holatda g'olib bilan pulni berma. İjarga algıcı dal daraxtning egisi ketadi. Ben onu kesib ishiltamdimi yoki texmo yo'g'intib ha qilib saqlamdimi? Qanday qilsam o'zimdan shu. Muamelelerine Kıbrıs'tan Maşko'ya gidiyorlar. Yağışlı ediyorlar. Yani bir vaziyetki yani bir karış oldu. Ebu Üstü'nün yani bir karışıdı. Hadir mi ya da iki karış oturdu kalıdı hazır maktubum. Metnede, mekluan dedim ha. Biz bir meselede kaimen diyen karışım bağlıdık. Hadir mi ya da mekluan dedi. Mekluanında müpakayla. Tercihen li canibil ardı li ennehal asl. Zemin egisinin hakkını sel eğir bastırıp aşağına pul tolaydı değmez. Nima uchunsa zemin asli narsamış. İcarımda zemin boğaçqamış icara işi buldu. Asli narsa şu. Vel bina vel garsu taban. Bina bilan ko'chat zeminga agishib kelgan narsa. Shuning ustiga qurilgan narsa. Ve innama yadmanu qiymatahu maqlu'an. Hamda buni qumiralgan holatida pulini hisoblab to'laydi dedik. Li'annahu mustahiqqul qal'. Chunki bu qumiritish kerak bo'lib qoldi. Zeminni farig quruq holat topshirib berish uchun qo'mirash lozim bo'ldi. Fa tuqawwamul ardu. Mana hozir ma misol qarasanglar, ma degan gap ustiga gapga zid kirdi. Maqlu'an dedi. Ustashnoma maqlu'an olsa shuni faraz qilib turibman. Daraxtdan ko'rimiz oldimizda. Ha bu mancha metr ya diametri mancha santi ekan, aslında bu mancha pullarda da bilan bekitkili bo'ldi buni. Endi hozirgi ma misol qaiman degan misol. Daraxtni kesmagan, zeminda tik turgan holatda bahsi insonlar birda da'vatlar sharhida, ixtiyorda. Lekin muxtarda qaiman demay maqlu'an deganda. Dikkat qilinglar. Fa tuqawwamul ardu bidunil bina'i va shajar. Zeminni bina yo'q, daraxt yo'q holatda bir baholda 1 million dedim ha. Va tuqawwam va biha bina'un aw shajar. Binasi yoki daldara qiladi bir baholsak 1,5 million chiqdimi? Undan keyin farq necha pulda? 500 ming ko'yni birdo degan. Qaiman desak. Lekin maqlu'an deb qolsaqchi, bu zeminni ikki qitim unda faraz qilib turib hisoblamaymiz. Daraxtning o'zini, mushu daraxt hozir kesilgan holatda, yotqizilgan holatda bo'lsa, necha pul qoladi deb bo'lsak bo'ldi. Undan keyin muxtarda, ya'ni bir mazhabdan maqlu'an degan qarashini tutsa, ma ixtiyorda qaiman degan Abu Yusufning qarashini tutdi. Maqlu'an'da birbirinin binayı beşikler gibi çıkartmıştır mı? Maqlu'an'ın altı boğmuş, doğum binayı beşikler boğandı. Yani qaiman bilan maqlu'anning jiq farqi yo'qdir demoqchisiz lazım. İştami? Farqi bor. Qanday farqi bor? Maqlu'an desem To'sa. Ma'u qaimanning misoli deydi. Ma'nunda daraxt bor. Tamam. Mana daraxt yo'q. Mana daraxt bo'lg'achqa 1 million dedi. Tamam. Mana daraxt yo'q, quruq bo'lgan ekan 1 million dedi ma. Undan ma daraxtning ba'zida ish qilgan qaiman desak 500 ming. Maqlu'anni hisoblamoqchi bo'lsak qanday qilamiz? Maqlu'an desak, ma'zilanda mana quruq faraz qilishmaymiz. Mushu daraxt, mushu daraxt hozir. Bunda daraxt bo'lsa uning diametri qancha? Bu terakmi, qarg'aymi, qanday turli? Ba'zida mushuni hozirda kesiblar. Ba'zida harov basma, ba'zida shunda yog'ochni ish qilgan da manch bo'ldi. Agar mushuni net tutib bo'lsa,
hisoblasa bu 300 mingga chiqishi mumkin. Farq oldi denge. Chiqish o'xshash dergiz. O'xshash bo'lsa zodi Hanifi mazhab ulamolari unda ayirib yurmaydi. Mumkin emas. Unda oldin binani chiqib so'rqas, binani yo'q, binani masalan chiqargandan keyingi ba'zi binolar masalan tüm metasiga uchun to'g'rilanadi. Ha, bina çekiletilgen maqlu'an deb qalsa qanday oldu? Binaning yağaç taşları deymiz. Uyg'urchada burungi vaqtda yağaç taş deydi. Ha, taş bina qilmaydigan yağosimi yağaç taş deymiz buni. Va Xotanda yağaç bilan taşli bina qiladi. Ha, Qashqarda qish bilan bina qilish mumkin, yağaçni ustiga yepish mumkin. Tamga yağaç ishlatmaslik mumkin. Xotanda tamga yağaç dal-daraxtni ishlatadi. Bina maqlu'an holatda hisoblab qalsak aş binadan çekilgandan keyin chiqqan yağaç, tömi ve qishlar. Yoki nima chiqsa, chiqqan. Hatto topa. Burungi koni chaqsaq 1 metr kenglik tamdan nurg'un to'p chiqdi. Ay to'pining pul qolgan narsa, ashini hamma hisoblaymiz. Qashqarda o'y chiqibdi, koni qishini bizmocha hisoblab oldi masalan. Chiqish olsa, yağaçni oladi. Yani çıkılgan narsaning çekilgan altı demekçi. Maqlu'an. Hani bak yuqurda, muhtarda, maqlu'an dedi, ixtiyorda, qaiman degan holatga baholashni tanladi. Yoki muallif hamda ishqining o'ttirida qolgan bo'lishi mumkin. Li sahibil ardi an ya'murahu bi qal'ihi. Yani bu holatda zimin egasi yo qumrab o'tkazlarmi, ishlatmayman buni, lozim emas. Quruq ziminini topshirib birla deb turasimi bo'ladi. Natijada bunda pulni bermoqchi bo'lsa, qiymatuhu qaiman bermoqchi bo'lsa, deyli. Fayadmanu fadla ma baynahuma. Dal-daraxt ba yak bina ba ziminni bir hisoblaymiz, quruq ziminni bir hisoblaymiz, ikkisining o'ttirik farqini to'laydi. Qiymatuhu qaiman degan gap bor. Ammo qiymatuhu maqlu'an desak, ikkisini selishtirish, quruq ziminni farz tutish kerak emas. وإن كانت الأرض لا تنقص بالزمن aşinası qumrash bilan ya chiqish bilan zenzahmatga uchramaydigan bo'lib qolsa, masalan laydillan bir uy sog'an bo'lsa, uni cheqilsa, bundan tuzilib ketdi, to'pishib ketsa bo'ldi. Yoki ba'zi daraxtlar shundan qolmasa, o zaminda yiltiz köteklari qilib avar qilmaydi. Masalan, unda bir ziyon zahmatga uchramaydigan, qimmat kemayib ketmaydigan bo'lsa, qumrash bilan chiqish bilan fa insha sohibil ardi an yadmana lahu alqimata zimin egisi xolisa uni chiqib jumslar, qumrab jumslar, mana bunday uy lozimdi. Yoki bunda dal-daraxtlar tursin, bir bog'i savdi, bir sayrgoh qilama, anda qason desa, xolisa pulni basm bo'ldi. Kama taqaddama va yatamallakuhu va ashunga ega bo'lsa bo'ldi. Falahu zalika birda sahibi. Yani bu ahvalda karşı tarafının razılık lazım. Deki ilgirki meselede karşı tarafının razılık olması mı? Aslında kılal etti. Lekin ma ahvalda karşı tarafının razılık lazım. Ev yataradayani fetekunul ardu lihada vel bina'u lihada. Ya işkeyden razı olup kesse derah ya ki öylesinin bolsa müzminin zimininde duruyorsun. Mesela terek sağlam bolsa, tiken bolsa, o da manada bizimle işletmeyme 5-6 yıl taşlap koymak için o terek duruyorsun. Yoğun abi, hava geçe. Desem öyle. Ya ki biraz kez öyle sağlam bolsa, öyle duruyorsun. Size seyre kılıp çıksın, onun başka oturalım. Dep, aynı kaldırıp koydu dep kalsa, o çağda işkeden şirk olsun buldu değil. Öyle kimden? İcarga avucunun te. Derah kimden? İcarga avucunun. Zimin kimden? Ziminin isten. Bu anda hak egisinin ki razılığa karıştığında olan ki hak egisi tanazlık buldu. Ama öyle zimininde oturuyorsun senin derahlara. Nasıl bulduğun gibi. Ha, mesela pul öyle tuğzaydırsın böyle. Her yıl man pul basite terekler oturuyorsun dese. Bu çağda icarı oldu yana. Halisa o ziminni berip tuğan i'ara qilgan bo'ldi, o terek yo'g'ini o'ylash uchun. Uni i'ara deymiz. Yok olsa ziminning isini ijaralar. Ha, ziminni yana ijaraga oldi. U ham turaversin desa, ijaraga oldi. Yoki ziminni berib tursa i'ara bo'ldi. Pul berib tuğizgan bo'lsa ijara bo'ldi. Manchilik muddat desa, lekin uy silni olib ketsin desa,
uyning egisi azimning egisidan pul oladi. Ya'ni uyni setayotgan hisobda bo'ldi. Qala va insamma ma yahmiluhu ala dabbati endi ularni keçi at degandek narsalarni yoki mashina deydi hozirgi zamonda bir narsa to'shqa ijaraga olgan bo'lsa, uningda yetkazgan narsani ismini atagan bo'lsa, masalan, kaqafiz hintatin, masalan bir charak buğday, bir xalta buğdayni, bir xalta unni o'yinga pirpirlar degandek. Falahu an yahmila ma huwa mithluhu falahu yani lil ajiri hammal yoki arkash qana qiladi. O'sha bir qafiz hintani yetkazib bo'ldi. Yoki bir qafiz hintiga o'xshash bir narsani, ya'ni kamchanda o'xshash, hozir qafiz hinta degan kamchan bu. Qafiz mishada kamchanning ismi. Aw akhaffa yoki vazni e'tibori bilan uningdan yengilroqini yoki o'xshishini yetkazib bo'ladi. Keşşair. Bunun yengilrek kıldığını arpa. Mesela buğdaydan bir sağ dep, lekin bu buğday alanmay arpa aptı deydi. Arpanın bir sağı, buğdayın bir sağı qarağına yengilrek çıkıdı. Kemçende okşaş olsun. Mesela sunun ağırlık olan eselinin ya yağının ağırlık okşaş bulmağında. Kemçende okşaş olsun. Akhaf digine mesela veznen. Ve leyse lehu en yahmila athqala. Bunun da ağırnasına apırıp biriş mecburiyeti yok. Kel milhi. Mesela bir qafiz milh, bir qafiz buğdayının ornuğa çıkkan bolsa, ya bu tuzga mı apamayman. Adetten bu tekstilmiş bunda. Mesela 60 kilo bir xalta buğday yutmakçı olsanlar, 60 kilo bir narsa desan ma'qul deydi. Yani maşının ağına asla da bir koyun 60 kilo bir koyun sarsan yok. Meynat qilib da unutması mümkün. Ya tepib sirin çürütüdü deyişim mümkün. Şuna ama tuz dese yo'qman tuzni yetkazmayman deb unumaydi. Nima uchun? Tuz o'tgan hayotda buğday qaraganda san ziyonliroq, ta'sirroq. Bu yig'inchoq va ig'ir narsa. Xuddi masalan, ushadan yo'g'on bir karvatni 100 kilo qildigan karvatni ko'tarib mangsa oson bo'ldi. Lekin 100 kilo qildigan bo'shanganni buni ko'tarsanchi, ushadan men tas ko'tarishdi. Ama yig'inchoq ig'ir narsa bo'lgan. Shunda yani bir joyga markazlashgan bo'lg'achqa bu ig'irlikqa va in zada alal musamma fa'atibat damina. Agar shu deyishgan o'lchamdan ortiq yuklab qolsa fa'atibat yani fa'atibat dabba keçi yoki at tadan chiqsa damina. Bu chog'da yukning egisi to'laydi shuni. Bi qadri ziyoda. Ash ig'irlik qanchalik ig'irlikni oshirgan bo'lsa şu ağırlıkını aşığanğa layık miktarda muvafiq miktar to'laydi. Mesela bir tağada 100 kilo narsani yetkazgan degan 120 kilo ağırlıkdan atıptımı kim bakıp çıklamı kopmadı galiba. Ya öldü ya ölmesi var mı da bo'ldi tugashgan. Pichoq suratish lazım bo'lib qolgan albatta. Bunda bo'lgandan bu odatda bundan biz yotmaydi bu qarasa tağa bek ig'ir. Shundan Tölesimanı töleydi. Neç pul töleydi olsa aş ig'irligiga qaraymiz. 100 kilo deyishib, 100 kilodan 20 kilo aşıratdimi, 50 kilo aşıratdimi? Aşı nisbat bo'yicha töleydi. O'lchamlik arqon bo'lsa to'lamaydi. To'lab qolsin to'lamaydi. Chunki uni bir taaddi qilmadi, ortiq nima qilmadi. Pishgan bo'yicha bo'ldi. Bi qadri ziyoda töleydi dedi. Qadri ziyoda qancha to'laydi? Masalan 100 kilo ağırlıkta bir tağanı ötkeş için bir ulağını kiralagan bolsa, bunga 20 kiloni qatib 120 kilo yük besipti. Şundan bu ulaq kadın çıktı, egi kelib. Bu çağda qanchalik to'laydi? Aş ulağının 6dan birini to'laydi ekan. Şu qadri ziyoda degani şu. Aş ulağının 6dan bir pulini to'laydi. Hozir şu 20 kilo 6dan birini to'laydi. Hozir şu 6dan biri oldu 20 kilo. 20dan bo'lsak 6dan biri oldu. Bunda asa şu ulağının 6dan birini to'laydi. Yani günümüzde kitaplarda şunday izohladi. Yani bir qadri ziyoda 6dan bir miqdorda ziyoda bo'lgan. Natija shuni to'laydi. Agar 50 kilo ortiq qilsa, 150 kilo qilayotgan bo'lsa, 3dan bir miqdor to'laydi. Ortiq atilgan yük umum
yükninki neç %, neç ülüşe deb şunday hesap. Yani şəhərdə qadri ziyadədən məqsəd nə dese, umum yükdən artıq yüknin ülüşe şunu töləyidir demək. Eğer adette onda atıqlı olmaydığı yükünü atıp ölüp qalsa, həmin töləyidir. Məsələn, bir eşekki 5 kilonu atıp da bökkü düştü. Eşeknin pulunu toluq töləyidir. Ha, məsələn, bir közüplük maşinaga 4 tonnalık dese 15 tonna bir yüklep de güppüde düştü. O çağda həmin töləyidir. Ama 6 tonnalık qalsa, 7 tonna yük besitip qalsa, bazı kötürüp mağalaydım da. Bazı da yarım yolda güp uçuşu mümkün. Şu çağda da kadri ziyadını töleyidir demek. وإن سمى قدرا من القطن فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا. 100 kilo paxta degan bo'lsa, 100 kilo og'irlikda tumi yetkisi bo'lmaydi. Masalan, ko'zlik mashina odatda tutishidi-ku. 10 tonnalik ko'za olib desak, 10 tonna basimiz. Vaqtda basadigan chog'da burun paxta basimiz degan bo'lsa, keyin ondan tosh yoki tumini basqil tursa, to'xtaslar biz bunda deyishmagan deb unmaydi. Falaysa lahu an yahmila mithla wazni hadidan. Yo'q, biz 10 tonnaga deyishgan, 10 tonna nima bassam deb tura olmaydi deydi. Wal aslu an riyada asl qoida anna al mustajira idha khalafa ila mithl al mashrut bir dabit bekitende. Al asl mishada qoida yoki dabit. İjarga ag'uchi shartlashganga o'xshash narsaga mithluhu waznan masalan, misluhu dararan manda narsaga qilsa, aw akhaffa yoki uni yengil narsaga yetkazib qolsa fala shay alayhi. Bunga to'lam kelmaydi. لأن الرضا بأعلى الضررين رضا بالأدنى وبمثله دلالة. Çünkü ağır narsaga ma'qul deganlik 100 kilo ma'qul desa, 80 kilo yük alsa albatta ma'qul deganlik chiqadi. Wa in khalafa ila ma huwa fawqahu, lekin deyishgandan ig'roq narsa, ziyon urdiqroq narsaga yo'tkilib uni yuklab qolsa, fa'atibat ad-dabba, ular kadin chiqib shaxs surishga loyiqlab qolsa, fa in kana min khilafi jins al-mashrut daman ad-dabba. Agar tutishgan yukninki turi o'xshamaydigan bo'lib qolsa, ularni to'laydi. Li'annahu mutaaddin fil jami'. Çünkü yükning hammasida boshqa narsani deyishib, ma'nosini yuklagan ekan, bu mutaaddin fil jami' bo'lib qoldi. Yükning hammasida deyishgan narsani atmadi bunga. Wala ajra alayh. Bu shaqqamo bermaydi. Mutaaddi bo'lg'achqa, ya'ni kira bermaydi. Va in kana min jinsihi, agar shuning jinsidan bo'lib, bug'doy atibdi, lekin ortiqroq atgan bo'lsa, artıq atqan miqdar bo'yicha, nisbat bo'yicha to'lam to'laydi. Va alayhi al-ajr. Bu chaqda kiranimi to'laydi. Li'annaha halakat bi fi'lin ma'dun va g'ayri ma'dun. Chunki bu, ya'ni 100 kilo bug'doy deyishib, 150 kilo atgan ahvolda bir qismini ruxsat olib atgan bo'ldi, bir qismini ruxsatsiz atgan bo'ldi. 100 kilo ruxsat bo'yicha, 50 kilo ruxsatsiz atgan bo'ldi. Fa yuqsamu ala qadrihima. Natijada ikkiga bo'litimiz deydi. Şunun miqdori bo'yicha bo'linmaymiz deydi. Deyishgan ashqning nech %ni tashkil qiladi? Manch %. Shundami? 50% ya 30%ni tashkil qilamda. Nech %ni tashkil qilsa, ularning bahosidan shu %ni to'laydi. Fa yuqsamu ala qadrihima. Shuna yukning va uning ortiq qilgan yukning %ga taqsim qilamiz. İlla idza kana qadran la tutiquhu. Faqat lamda yukning hamma miqdori u hayvon ko'tarilmaydigan darajada ig'ir bir narsa bo'lib ketsa, masalan 100 kilo, 150 kilo emas, bir qechiga 300 kiloni ortib emas. Yoki 10 tonlik mashinaga 20 tonna dablam ko'taribdi. Mana ig'ir narsani yuklatib qolsa, u harva yoki ular kadin chiqsa, fayadmanul kulla. Aş pulni hammasini to'laydi. Ay qara mashina yoki ular nech pullik bo'lsa, hammasini to'laydi. Ilgirgi ahvolda ko'tara oladigan, ko'tarib ketadigan holatda bir narsa yuklagan, mumkin narsa. Bu chaqda ortiqlam, ortiq yuklaganning
persentini to'lganda endi hozir faqatla ko'tarilmaydigan zat mumkin bo'lmaganini yuklangan ekan mushu to'liq to'laydi likawnihi g'ayri mu'tadin fala yakunu ma'dunan fi chunki u odatda unda yuklashish yo'q 10 tonnalık maşinaga 20 tonna 30 tonna yüklash yo'q. Tafriq markings mutaaddi Mutaaddi bo'lib ketdi. Hammasida mutaaddi fil kull. Ilgirgida mutaaddi fil ba'd bo'lgan. Ma'zun fil ba'd, g'ayr ma'zun fil ba'd bo'lgan. Hozir g'ayr ma'zun fil kull. Wal hadidu adarru min al qutn. Tumi paxta qaraganda teximiz ziyonliq. Li'annahu yajtami'u fi mawdi'in wahidin min zahr ad-dabbati wal qutnu yanbasitu. وإنكم قال وإن استأجرها ليركبها aş ulağını özü miniş üçün icarə alğan bolsa men menima deb icarə aldı bir atni فأرد فآخر yani bir kişini aqığa mingeştirib alsa neticede bu at kadın çıksa müşahede fa'atibat diyen söz muqaddar ha daminen nisf yerimini to'laydi bunda qaraymiz ha yerimini to'laydi degan nimaga asosan ikki odamni ko'tarib kirdi at bu chog'da mush ahvolda o'lib qolsa yo yetib qolsa kadın chiqsa yerimini to'laydi agar ikkalasini ko'tarolmaydigan bo'lsa hammani to'laydi وهي نظير الزيادة من الجنس تعليلا وتفصيلا bu yuqorida o'zining jinsidan bir narsani ortiq yuklagan ahvolda hukm nima bo'ldi degandagi javobga o'xshashlam tahlil jihatdan shundoq tafsiliy ayrim hukm bayon qilsakmi o'xshash chiqdi ash tafsilotida ash masala qarasang bo'ldi deydi قال وإن ضربها فعتبت eğer o ulağını uğan bolsa kadın çıkasa ulaq damine tölaydi aş ulağının pulunu tölaydi ve kezalike in kabahaha bilijamiha şundaqla o ulağını özünün yügen çulurlarıyla tatib azraqamda ya boğap qoyap ya boyunni qayrilgandek bir ishni bulduğam onda yani bu kabaha tizgillidi deymiz aş tatganın ağzı salganın buldu yügendimdi Yügenni qattiq tatsa, aqı tatılıb ketib, bunun boynu qayrilib ketgandek bo'lib, bir xil tayoq yegandek bo'ldimdi bu. Ağzı sürülüp ketishi mumkin, g'ijilib ketishi mumkin, boynu qayrilib ketishi mumkin. İlla yakuna adina lahu fi zalik. Faqat lam ruxsat qilingan bo'lsa, shunda yügenni tatib, tizgillab, qattiqroq tizgilsang mayli-da. U chaqda mayli bo'ldi. Bo'lmasa to'laydi dedi İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayh. Ve qala sahiban dedi, la yadmanu illa yetajavaz al-mu'tad. Odatdagi tizgillash usulidan oshirib tizgillab qolsa, andin to'laydi. Lianna la budda min ad-darb al-mu'tad fi sayr. Chunki ulağını normal işletişte mansun demek olsa qanda qamchilab ya urdigan tayoqlar urdigan ishlar bor. Aşı tizgirlashmi bu og'izna shunda tatbiqlash ekan bu bir xil urush doirasidagi narsa bo'ldi. Bu mu'tad bir ish bo'ldi. Fakana ma'duna fi. Shu bu odatda devjimizmi ruxsat qilingandak bir ahvol. Li'anna al-mu'tada kal mashrut. Yani al-ma'ruf urfan kal mashrut shartan degandek. ولأبي حنيفة رحمه الله أن السير ممكن بدون ذلك بتحريك الرجل والصيحة. İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyh bunu qamchilab, urib, unda yügenni qattiq tatib nuqminsangmi, unda putuna unda urib qo'ydi bir qanaqa. Putuna shunda mediltishilan, har xil vaqirashlar bilan mangdira oladi. Fala yamliku zalika illa bi sarih al-izni. Şuna aslında qattiq yügenni tatib manda bir besim işletish meselesinde çokum ayrim bir ruhsat bo'lishi lozim. Aniq ruxsat qilib, yügenni obdan tatib to'xtaman deb bunda qism bo'ldi, qamchida usul mayli deb ruxsat qilsa andan bo'ldi. Bo'lmasa unda qo'pollik ishlatish bo'lmaydi. Va kada law istajara himaran bisarjin. Shundaqla egarlik deyilgan sarjiga iyag'i egarlik bir eshakni ijaraga yapdi. Yani to'qilgan eshak deydi. Fa awkafahu. Bunu ikaf yani yük atishga bir taxti binasini qo'ygandek bir tayyorlabdi, jabdibdi buni. Yoki miniman deb harvaga ketibdi deydi masalan. Damina indahu. İmam Abu Hanifa mush ahvolda eshak kadin chiqib qolsa to'laydi dedi.
Ve qala sahiben dedi la yadmanu illa en yekuna athqala min as-sarj. Haqatlam aşu atqan jabduq igaga o'xshash yoki qatqa harbi deylar. Aşın ig'irliqi igirdan ig'irroq bo'lib ketib qolsa fayadmanu qadra ziyada. Şu çağdandan qancha ig'irliq ortiq bo'lib ketgan bo'lsa, shu nisbat bo'yicha to'laydi. Yani iki haftamda igar desek şu bir adam otura alaydı o. İki hafta desek üç adam oturduğunda tahtayda binasını bekitken bolsa mümkün üstüge atı. Yani onunla harudumuzda qetiplam tötüde oturgan, harbiga aylandıgan bolsa mümkün. Bunun da bir kişilik igarga nisbatan da adam sani avıydı bunun. Besim ıgırrak buldu. أو يكون لا يكف بمثله الحمر فيضمن الكل. Yani adette undan asını katmaydıgan, undan asını işekle atmaydıgan bulup kalsa aşın asını atsa bu çağda işekne toluk töleydi o. Mesela Mısır'da karısanlar işekler ise bizden ağacıdan alıp toçel, çağ diken bunda karakterinin çağı, közüp kumaşının közüp binasını havra kılıp katıdı bunlar. Mesela aşında koysa işek karınsa töleydi o. Bizden ucundan arıları ne yengilemdi, şakallama kol tutmayı diyaleydi. Lekin yadigarlar asli bir anda közüp kumaşınınki közübüdek binası. Bu çağ tolaydı o. لأنه إذا كان يوقف بمثله الحمر صار هو والسرج سواء فيكون مأذونا فيه دلالة. Çünkü o eğer adette aşından aslında atıdığan, tokuyduğan, jabduyduğan iş bulup kalsa bu adetteki bir ruhsat kılıngan dairdeki bir nasip buldu. Yani dalalatul urf ruhsat qilgandek buldu. Eğer onda adetten okumadan bolsa bu çağda ruhsat kılmagan dairde buldu, tüleydi. Ve lehu İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin delili ennel ikafe lil hamli. İkaf diyen yüktak kötüreş için jabduyduğan narsa. Adam ötereş namaz. Ve sercül rükub. İga olsa adam miniş için işletilen narsa. Ve kana hilafel cins. Bu değişken cinsini almashtırırkendek ehval buldu. Xuddi buğday da tümüyü yetkigendek oldu. Ve li'annehu yanbasitu ala zahri dabbati ekser min es-serci. İkaf bu kam nasıl olgandigan iga bunda bir 30 santiyani işgal qilsa bu 1 metr yani işgal qildi. Ekser min es-serci. Yani iga işgal qilgan o'rindan jiqroq o'rinni ishg'ol qiladi. Fakana adar bu jihatdan ziyonli bo'lishi mumkin. Fayadmanu lil muxalifa. Shunga deyishgan narsani to'qimay unga boshqa narsani to'qib qo'ygan ekan, xilof qilgan bo'lg'achqa to'laydi. Ya'ni fayadmanu qadar ziyoda yoki hammani ikki xil ahvolda to'laydi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.